Buni keyin ko'ramiz. Strategiyani o'sha aytib o'tgandek me'yoriy institutsional asosida o'sha asosiy barqaror rivojlanish maqsadlari muvofiqligini ko'rib chiqamiz. Bu yerda biz o'sha 7ta asosiy barqaror rivojlanish maqsadlari qamrab olgan, ya'ni sifatli ta'lim, toza suv va sanitariya, arzon va toza energiya manbalaridan foydalanish, barqaror shaharlar, mas'uliyatli iste'mol, iqlim o'zgarishlariga qarshi kurash va barqaror rivojlanish yo'lida hamkorlik. Bu ko'p universitetlar tomonidan bu maqsadlar bo'yicha ishlar olib borilyapti. Shu maqsadda bizni ishlab chiqqan strategiyamizda ham bu tamoyillar o'z ichiga oladi. Strategiyani ishlab chiqishda biz aytganimizdek, bu metodologik asos sifatida qarash kerak bu hujjatga. Bu namunaviy shakl, har bitta universitet o'ziga moslagan holda ishlab chiqishi mumkin. Bu yerda nimalarga asosan e'tibor berish kerak? Hujjatda asosiy bo'limlari sifatida quyidagilar biza belgilab oldik. Birinchisi umumiy qoidalar, bu yerda o'sha strategiyaning maqsadi, qabul qilinish asoslari, amalga oshirish muddatlari ko'rsatiladi. Ikkinchisida o'sha me'yoriy institutsional asoslar, shu milliy qonunchilik, xalqaro quyidagi asos, barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiqligi ko'rsatib o'tilishi zarur. Uchinchi bo'limda bu yerda strategiyaning asosiy maqsadlari. Bu yerda ekologik boshqaruv tizimini joriy qilish, aqalli barqaror universitet modeliga o'tish kabi maqsadlarni belgilanadi. Universitet, yana aytib o'tganimdek, universitet o'zini strukturasi, o'zini xususiyatlaridan kelib chiqib turib belgilaydi. Lekin qabul qilingan prinsiplar, me'yorlar bor, ulardan chiqib ketish kerak emas. Ya'ni strategiya barqaror rivojlanish maqsadlariga mos bo'lishi kerak. To'rtinchi bo'limda bu yerda asosiy tamoyillar belgiladik. Qaror va tashabbuslarni baholanish mezoni, bo'lib xizmat qiluvchi fundamental yondashuvlar yoritiladi. Beshinchisi bo'limda bu yerda ustuvor yo'nalishlar. Biz 10 ta strategik yo'nalishni taklif qildik hujjatda. Bu 5-bo'limda boshqaruvdan tortib transportgacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi. 6-bo'limda amalga oshirish bosqichlari, ya'ni strategiya qay tarzda amalga oshiriladi. Shunday yoritilgan. 7-bo'limda kutilayotgan natija va ko'rsatkichlar. Bu yerda 14 ta strategik maqsadli ko'rsatkichlarni belgilab olganmiz. 30-yilga qadar erilishi kerak bo'lgan. Universitetlar bu yerda 14 ta bu majburiy emas. Bu yerda yana aytib o'tganimdek, universitetni o'zini xususiyatidan kelib chiqib turib strategik maqsadlarni belgilaydi. 8-da bo'limda yakuniy qoidalar, bu yerda strategiyani monitoring, hisobdorchilik mexanizmi, strategiyani yangilash tartiblari yoritilgan. Strategiyaning asosiy maqsadlariga keladigan bo'lsak, universitetlar nimaga erishishni rejalashtiradi? Odatda bizni strategiyaga ko'ra, ya'ni universitetlardagi tashkil qilinadigan kampus talablari tadqiqotlar uchun amaliy resurs markaziga aylanishi kerak. Bu yerda o'sha chet el universitetlarida joriy qilingan shu bir model bor, Living Lab deydi. Ya'ni bu yerda o'sha tadqiqotlar talabalar uchun keng erkin tatbiq qilish bir platformasi, markazi sifatida qaraladi. Ikkinchi asosiy erilish kerak bo'lgan narsa bu biznes bilan sheriklik. Ya'ni yashil iqtisodiyot sektori bilan mustahkam dual ta'lim bo'ladi, hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda faqatgina bilim yoki tajribani ulashish emas, bu bilim va tajribani biznes bilan, xususiy sektor bilan bog'lagan holda birgalikda amalga oshirish. Uchinchisi, erishiladigan natija nima beradi? Bu strategiyani amalga oshirish natijasida universitet akademik brendini xalqaro barqaror reytinglarda yanada yuksaltirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'sha Green Metrics, Quest Sustainability yoki the Higher
Times Higher Education Impact Rating agentliklarini reytinglariga kirishga bir qadam sifatida qarash mumkin. To'rtinchi bo'limda aytib o'tgandek, strategiyaning asosiy tamoyillari. Bu yerda biz 7 ta mezonni tanlab oldik. Ya'ni qarorlar o'sha 7 ta mezon asosida o'qiladi. Institutsional qadriyatlar, bu yerda ekologik barqarorlik, akademik sifat bilan teng darajada strategik qadriyat hisoblanadi. Ta'limga integratsiya, o'quv dasturlariga barqaror tamoyillarni chuqur joriy etish, ya'ni o'quv kurslarida, o'quv programmalarida o'sha barqaror rivojlanish tamoyillari elementlari o'sha mavjudligi. Kampus aytib o'tgandek jonli laboratoriya, ya'ni bu yerda infratuzilmaga e'tibor qaratiladi. Barqaror tizim, infratuzilma shakllantirilib, bular o'sha talabalarga tadqiqotlar uchun amaliy obyekt sifatida qaralishi, ishlatilishi nazarda tutilgan. To'rtinchi mezon bu yerda o'lchanuvchanlik, ya'ni har bir maqsad, ko'rsatkichni amalga oshirish muddatlari ma'lum, aniq, ya'ni o'lchanadigan. Beshinchi mezon bu yerda real yondashuvli izchillik, ya'ni maqsadlar real salohiyat va resurslardan kelib chiqqan holda belgilanishi kerak. Ya'ni aytib o'tganimdek, universitetni mulkchilik shakli, xususiyati, qadriyatlari, missiyalaridan kelib chiqqan holda bu maqsadlar belgilanishi. Jamoaviy ishtirok, bu yerda strategiya faqatgina o'sha yashil strategiyani amalga oshiriladigan bir bo'limga yoki bo'linmaga yuklatilishi to'g'ri, lekin u jamoaviy tarzda amalga oshirish kerak. Ya'ni bu yerda barcha universitetni barcha bo'limlari jalb qilinishi kerak, faol ishtirok etishi kerak. 7-chi asosiy mezon bu yerda shaffoflik, ya'ni shaffoflik degani strategiyani amalga oshirish bo'yicha har yili o'sha bizga ma'lumki har bir universitet barqaror rivojlanish maqsadlari yoki o'sha barqarorlik to'g'risidagi hisobotlarni e'lon qilib borishadi. Bu amaliyot hozir yo'lga qo'yilgan, ko'p universitetlar bu narsani amalga oshirishyapti. Ya'ni shaffoflik deganda o'sha ommaviy tarzda ochiq hisobotlarni, erishilgan natijalarni ko'rsatib borish. 5-chi bo'lim to'g'risiga o'tamiz. Ya'ni bu yerda 10 ta ustuvor strategik yo'nalishlarni biz belgilaganmiz. Ya'ni o'sha aqlli barqaror universitet modelini o'tishni ta'minlovchi va uzviy bog'liq yo'nalishlar bo'yicha agar birma-bir qaraydigan bo'lsak, birinchi asosiy yo'nalishlardan bu yashil boshqaruv va institutsional menejment. Ya'ni strategiyada Green Campus loyihasini amalga oshirish uchun alohida ofis yoki bir qo'mita shaklida boshqaruv tashkil etilishi kerak. Bu ko'p universitetlarda hozir bor, ma'lum bir bo'limga yuklatilgan bu narsalar. Bu narsani yana shu qo'shimcha o'sha bo'limlarga yuklatsa ham bo'ladi yoki alohida tashkil etsa ham bo'ladi. Ikkinchisi yashil infratuzilma barqaror kampus yo'nalishi. Bu yerda o'sha aytganimizdek barqaror yechimlarni, yashil yechimlarni universitet faoliyatiga joriy etish. Bu bo'ladi energiya resurslarini tejovchi, quyosh panellari, aqlli uskunalarni joriy etish faoliyatiga nazarda tutiladi. 3-chi yo'nalishda suv resurslarini muhofaza qilish. Bizga ma'lumki, biz O'zbekiston bu tanqis hududlardan biri joylashganmiz. Bu narsa juda ham hozirgi kunda aktual muammoga aylangan. O'shaning uchun har bir universitetda suv resurslaridan oqilona foydalanishga e'tibor qaratilishi kerak. Buni alohida biz 3-chi yo'nalish sifatida belgiladik. Ya'ni har bir universitetda suv auditini, agar ularda yashil hududlari bo'lsa, o'sha yashil hududlarda
suvni tejovchi uskunalardan foydalanishlari, shularni joriy etish ko'rsatilgan. To'rtinchi asosiy yo'nalish qog'ozsiz va raqamli kampus tizimini yo'lga qo'yish. Bu yerda ma'lumki endi o'quv jarayoni bo'lgani uchun juda ham ko'p hujjatlar, qog'ozlar amalga faoliyatda aylanadi. Ya'ni bu yerda biz raqamlashtirish orqali yangi tizimlarni joriy qilish, raqamli yechimlarni joriy qilish orqali qog'ozdan foydalanishni cheklash yo'lga qo'yish nazarda tutilgan. Beshinchi yo'nalishda yashil ta'lim va barqarorlik dasturlari. Bu yerda asosan o'qitiladigan o'quv kurslari dasturlariga barqaror rivojlanish tamoyillarini, yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish ko'zda tutilgan. Ya'ni modullarni, silabuslarni, o'quv dasturlarini o'sha tamoyillarni joriy etish. Keyingi ustuvor yo'nalishlar bu yerda yashil tadqiqot, innovatsiya ekotizimi bu tadqiqotlarga qaratiladi asosan. Ijtimoiy yo'nalishlardan biri bo'lgan talabalarning ekologik yetakchiligi tashabbuslari, bu yerda yashil elchilar dasturi, Green Ambassadors programmasini joriy qilish, ekoko'ngillilar tarmog'ini yaratish, turli xil ekotadbirlarni joriy qilish yo'nalish sifatida belgilandi. 8-chisida bu yo'nalishda intellektual yashil kampus va raqamli monitoring. Bu yerda turli xil universitetlar, turli xil pilot loyihalarni amalga oshiradi. Bizning konsorsiumda ham konsorsiumdagi partnyor universitetlar o'zligiga o'sha pilot loyihalarni belgilab olishgan. Qaysidir universitetlar bosqichma-bosqich Green Dashboard yoki IoT sensorlarini joriy qiladi yoki sun'iy intellekt asosida ma'lum bir o'quv jarayonlariga yechimlarni joriy qilinishi ko'zda tutilgan. 9-chi yo'nalishda biz barqaror transport va mobillik. Bu yerda universitet kampusi, bizning katta kampuslar ham mavjud. Ularda o'sha alohida velosiped yo'laklari, avtomobilsiz zonalarni tashkil qilish yoki o'sha elektromobildan foydalanuvchilar uchun elektromobil stansiyalarini o'rnatish kabi yo'nalishlar belgilangan. Va so'nggi 10-chi yo'nalish bu yashil dual ta'lim va sanoat hamkorligi belgiladik. Ya'ni eko korxonalar bilan amaliyotga yo'naltirilgan qo'shma kadrlar tayyorlash, yashil yechimlarni taklif etish orqali sanoat bilan kooperatsiyani yo'lga qo'yish masalalari belgilangan. Endi loyihani amalga oshirish uchun biz yo'l xaritasi taklif qilyapmiz. Yo'l xaritasida bu yuqorida belgilangan tadbirlarni qanday amalga oshirilishi kerak, ularning mexanizmlari, muddatlari va kimlarga mas'ul ijrochilar qilib belgilanishi to'g'risida ko'rsatib o'tilgan.